Xorazmda bir dona men sizni profilingizni tan olaman, aynan informatsiya bo'yicha. Urganchda hamma biladigan Kia Xorazm rasmiy dilari yangi manzilga ko'chdi. Mana bugun to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Doniyorjon ukamizni Kia avtomobillarining ichida sizga eng yoqimli qaysi biri? K5 ni oq varianti yoqadi. K5 dan varianti. Buyurgan va bularning ichida Xorazm mashhur avtoblogeri Test Drive. Assalomu alaykum og'a. Chaqqanmisiz? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Qarmanglar. Siz ham menga nasib etsin K9da shopper bilan yurish. Instagramda ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik biladigan Kia Nadir, afsonaviy Kia Nadir. K5, K8, K9 avtomobillari menga ko'proq yoqadi. Demak, bugun biza K8, K9 avtomobillarini ko'p aytdik, lekin bularni Original may qo'yilishi kerak, original zapchastlar qo'yilishi kerak. Men Instagramda o'zim podpiskaman va ko'rib boraman. Ishlaringiz omad tilayman. Hammaga assalomu alaykum. Xorazm kanalining aziz kuzatuvchilari, yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun Urganch shahrida yana bir katta yangilik. Urganchda hamma biladigan Kia Xorazm rasmiy dilari yangi manzilga ko'chdi. Yo'lganingiz katta binoda joylashgan va hozir bu yerda rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi va ochilish marosimidan qisqa lavhalarni sizlarga ko'rsatib borsa harakat qilamiz. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum zo'rlar. Assalomu alaykum. Farha yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Rahmat. Toza izlanishlar, toza binolar bilan. Og'a, ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Kia Xorazm rasmiy dilari nima uchun yangi manzilga ko'chdi degan birinchi savol bo'lishi mumkin. Shu savolga qisqacha javob bersak. Xo'p, eski manzilimiz bu o'zimizniki emas edi birinchidan. Arendada o'tirib edik. Kichkina ko'p qulayliklari ega emas edi. Ham servisimiz ham o'zimizda emas edi. Boshqa yerda to'shga boradi, shu yerga borilar edi. Hozir endi xudo xolosa toza salonimiz o'zimizniki, ulli, ko'rib turganingizdek ko'p mashina sig'dirib tutdik ichine. Servislarimiz ham o'zimizda bo'ladi. Muammo bo'lsa shularga kelaveradi. Hozir masalan Instagramdan mashina olsa, avval bilamiz, garadan bosib qo'yadi, servisi boshqa bo'ladi. Biz bir yer bizasa xado umuman boshqa ishga chiqadigan bo'lsa. Hozir endi tozadan o'tdingiz, orqa tarafda menimcha servis. Bunday narsasi ichida bo'ladi axir endi. Hamma narsa shu o'zida bitadi. Avtobus hamma o'zi shunda bo'ladi. Xudo xolosa mashina to'lov aytsak vaqtdan bankaga borilar edi. Endi soliq olsa endi bu yerni kassasi ham o'zimda bo'ladi. Shu o'zida to'lov etib ketadi. Kassam bankdan beri kelasiz. Yangilik ko'rdingiz. Endi masalan ko'pchilik kreditga qiziqadi-ku. Kredit bo'lsam shu o'zida ishi bitadi. Shu o'zida hamma ishi bitadi. Zo'r. Nani ko'rsangiz, yana parkovkani ko'rsangiz ham katta parkovka, chamachi sig'adi bu yerga. Bu yerga ko'p, dim ko'p mashina sig'adi. Bu yerda K5larimiz Qatardan, Sarento'lar, Sales Sportage, orqa taraf Sanetdan dim ko'p bo'lyapti. Endi eng ko'p sotib turganimiz mashina Sanet. Sababdan Sanetimiz ham ko'p. Assortiment ko'pmiz, qaysi pozitsiyasi, qaysi rangidan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol kelib bir kunning o'zida aytib biladilar. Keyin qaranganda yana bir savol bor. Hozir Sanetdan bo'lib tursiz-ku. Tozadan o'tdingiz, toza bino ko'chdingiz. Endi chiqib bir aksiya bonuslar ham bormi? Sanetda. Xudo xolosa bonusdan ham aksiyalarni ham qo'ldan kelgancha ko'paytirishga harakat etamiz. Xudo xolosa Kia Xorazm rasmiylari yangi manzil o'tdi. Bu yerning manzili Real Metan desa bo'ladi, ko'pchilik biladi. Real Metan, Xiva Group desa ham bo'ladi. Mana bu baland ko'pir bor-ku. Baland ko'pirda o'tchakdangiz shunday pastda katta bo'lib, xushroq bo'lib yo'san turadi. Geshta svetlar yonsandim, Geshta svetlar yonib turgan dim joylar. Ajoyib, xullas zo'r mestaga o'tdi. Ko'rganlaringizning katta qulayliklar, katta imkoniyatlarni endi xudo xolosa sizlarga beradilar. Ya'ni mashina olacaklar bilamiz ko'p odam Kia avtomobillarni qiziqadigan uchun sababi motor ham zo'r, o'zam zo'r. Mana ichida hozir mashinalar ham ko'p hammancha. Deyarli hammasidan bor. Deyarli hammasidan bor. K9 ham bor. K9'imiz ham, K8'imiz ham bor. Xudo xolosa kelaverasizlar. Yangilik ko'p. Hozir sizlarga ochilish marosimidan ham lavhani ko'rsatib, undan tashqari beri o'zimizning Xorazm viloyatining mas'ul insonlar ham tashrif buyurgan. Ular ham hozir aynan mana shu Kia avtomobillar bilan bog'liq, ular ham bir necha savollar berib ko'ramiz. Ular ham sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Ag'a, sizga katta rahmat ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Biz davom etamiz. mana bugun to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Doniyorjon ukamizni niyatlari ushalgan bir kunda turibmiz. Yoshligidan mana shunday bir maskanni ochishlik, mashina o'sha avtosalon ochishlik niyatida ulg'ayib, katta bo'lib, mana shunday bir maskanni ochishlik uchun biz bilamiz mana 2 oy, 3 oydir bo'ldiki, tinchimasdan, hattoki kechalari uxlamasdan mana shu dargohni ochishlik uchun xizmat qildilar. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah.
rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Parvardigoro, mana shu o'qilayotgan kalomlarimiz, salovatlarimiz, duolarimiz haq hurmatida Allohga duo qilib so'raymizki, yurtimizni tinch qilsin, osmonimizni musaffo qilsin. Mana shunday bayramlarni ko'pini ko'rishlikni Alloh hammamizga muyassar qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya. Demak, hurmatli aziz mehmonlar, Kia Urganch rasmiy dilerlik markazi ochilish marosimiga start beramiz. Demak, ramziy tasma oldiga mamnuniyat ila ADM Global kompaniyasi ta'sischilari Abror Afrorovich, Murod Mirza Sharifjonovich va qolaversa Kia Urganch rasmiy dilerlik markazi ta'sischilari Kamolov Odamboy Rahimovich hamda Rahimov Doniyor Adambayevichlarni taklif etamiz. Mana shu tarixiy jarayonlarni biroz olqishlar bilan qarshi olsak, yanada maqsadga muvofiq yurtdoshlarimizga munosib xizmat ko'rsatadigan, ularni og'irini yengil, uzoqni yaqin qiladigan dilerlik markazi bo'lishiga tilakdoshmiz. Demak, biz davom etamiz. Ochilish marosimida mashhur blogerlar yana biri Begipo. Assalomu alaykum. Charchamak. Bu paxta qo'yishamiz, videoni boshdan aytib o'tdim. O'zim fikrimni bildirib o'tsak-man. Bu narsani videosiz ham siz aytsak, hatto'sha zo'r videolar chiqarasiz. Yo'q, haqiqatda. Xorazmda bir dona men sizni profilingizni tan olaman, aynan informatsiya bo'yicha. Endi ko'pchilik aytadi, lekin profillar ko'p, balkim yana karon ko'p risk bo'lar ekan. Yo'q, to'g'ri. Zo'r. Agar qarang savol bor, endi ko'rishimiz yaxshi bo'ldi. Kia avtomobillarining ichida sizga eng yaqini qaysi biri? K5 ni oq varianti yaqin. K5 dan varianti. Nechun K8, K9 emas? Endi men tushunimdan anaqa. Yo'q, ila qarang. O'sha turibdi-na, bunda K9, bunda K5, bunda K8. O'zi vid ko'rinishidan vid taraflama endi bular ham qo'shroq, endi o'rni bo'lagan. Buni o'rni bo'lak haqiqatdan. K5 o'rni bo'lagan. Endi hozir mashina tushunadigan odamlar meni so'kishi mumkin. Jilma buni o'ndan endi baribir siz o'zingiz videoda aytasiz-ku, bizga qarab. Lekin bu K9 ham qo'shroq, Genesis ham mashina o'xshagan. Bu biznes klass mashinadan, yalnız shopper bilan yurgan mashinadan, bu yurmish. Ham uni o'zingizda. Yo'q, bu shopper bilan yurgan mashinadan, biznes klassga kiradigan. Aynan ko'p mashhur tadbirkorlar va biznesmenlar bo'lamiz, shular. Siz ham menga nasib etsin K9da shopper bilan yurish darajasida nasib etsa, bir bizlar emas, bizdan yurib turgan har bir like bosgan odam nasib etsin. Albatta. Katta rahmat, Azamat. Instagramda Begipo sahifasini o'zingizda aynan Xorazmdagi aynan bir hozirgi oxirgi vaqtlardan yuribman, podkastlar ko'rasiz. Dum zo'r, men ko'raman. Odamlarimizni asta-sekinlik bilan gaplashishga o'rgatyapsiz. Ya'ni odamlar ichidagi muammolar, gaplar bor, ularni qanday aytishga qo'rqadi bizdan Xorazmda. Lekin siz asta-sekinlik bilan ularni gaplashishga o'rgatyapsiz. Men xursand bo'ldim. Siz bilan ko'rishganimdan hamma. Ochilish marosimi davom etib turibdi va bu yerda aytganning Xorazmda mashhur blogerlar ham tashrif buyurgan va ularning ichida Xorazmda mashhur avtoblogeri Test Drive. Assalomu alaykum og'a. Chaqqanmisiz? Assalomu alaykum. Qarmanglar. Og'a, bilamiz, siz avtomobillarga ko'p ma'lumotlarni bilasiz, test drive qilib ko'rgansiz va showroomda savol bo'lishi mumkin. Endi ko'p Kia avtomobillar reklama etgansiz, lekin sizni tanlovingiz aynan qaysiligini hech kim bilmaydi. Aytmagansiz videolaringizda. Endi shu savol sizga. Kia avtomobillari ichida qaysi model sizga yoqadi? Yoqadimi? O'zingizga yoqadi, eng yoqadi. Endi bular hammasi bir-biridan zo'r. Kimdir crossover yoqadi, kimdir sedan variant yoqadi, lekin bu Kia avtosalonida hamma variantdan bor-da. Bir off-road yo'q. Uni ham tez orada chiqarsalar kerak deb o'ylayman. O'zim shaxsan chiqmashay deyman. Kia Soul'lari? Kia Soul degan mashina ko'pchilik biladi. Rossiyada carsharingda ходовой taraflama dum yo'q. Dum yo'q deb aytaman. Dum zo'r deyapti. Qarang, shunda savol bor. Chiqarani ходовойni hammasi bir xil bo'ladimi yo boshqacha bo'ladimi? Endi vesini qarab, har qaysi har xil bo'ladi. Lekin men haydab yurgan Kia Soul mягкий. O'zimizning jaydachasini Cobalt paku. Robot. Shunday mashinadan bu degalikda endi koreyskiy mashinadan qarab etasang buzilmaydigan darajada mashina. Ya'ni bu degani ходовой baribir chiqarani hammasiga zo'r. Hammasi zo'r. Endi hozir men niyat etib qo'yaman endi K8. K8. Ava. Endi men baland mashina degandan keyin nechun endi savol bor. Nechun K9 emas K8? Endi men uchun bu baland. Bu biznes bilan hokimlar o'yinlar yeydigan deb o'ylayman. Shunday mashina yaxshi emas, menga yanada bir shopper alasizdan. Endi niya?
Alkolum desa Xudoyim Ha, bersin. Xudo xolasa bir endi men o'zim ham endi 2 yildan ichida eng yaqin aynan shu doktorni uchun biznes class. Xudo xolasa nasib etsa ham men getirsin. Orzuligicha qolmaydi. Albatta, yurak urib ko'rsatasiz. Qarang. Shunda o'zimiz O'zbekistonda chiqib, ya'ni O'zbekiston sotib turganlar ichida eng yakadoni K8. Endi niyat shuna. Eng yakadoni K8. Bana yakadoni K8. Hozir o'zimnikini agar sotadigan bo'lsam K5 olaman. Ozgina haydab turib K8 harakatda bosqichma-bosqich deb. Asta-asta amalga o'tib Shunday. Zo'r. Og'a, katta rahmat. 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 Xudo xolasa test drive'ni YouTube kanalini kuzatib boringlar. Aynan Xorazm mashin bozori yoki bo'lmasa test drive ko'p ma'lumot aynan YouTube'dagi test drive kanalida chiqib boradi. Og'a, rahmat. Ishlaysizmi? Sog' bo'ling. Hammaga omad. Ko'rganlaringizdek ochilish marosimidan boshlab oldik. Hozir biz ichanji qismi o'tdik. Ko'rganlaringizdek ichan taraf ham kattagina, shinamgina qilib mana shuni tashlashtirilgan va bu yerda aytganimizdek aholi uchun ko'pgina qulayliklar bo'ladi. Bank ham shu yerda bo'ladi. Xullas, hamma narsa mana shu ichanda bo'lib o'tadi. Hozir esa ichandagi jarayonlarni ham sizlar bilan qisqacha ko'rib o'tamiz. Hamma shu yerda Xudo xolasa jarayonni kuzatamiz. Qadrli do'stlar, umri azizlar, zamonaviy avtomobillar ishqibozlari, yana bir bor sizlarni yangi eng zamonaviy sharoitlar bilan jihozlangan Kia Urganch rasmiy dilerlik markazida bo'lib turganimizdan baxtiyormiz. Xush kelibsiz. Bu nafaqat yangi markazning ochilishi, balki Xorazm avtomobil bozorida yangi bosqich, yangi qulayliklar va yuqori darajada xizmatlar davrining boshlanishi hamdir azizlar. Demak, barchangizni mana shu ajoyib zamonaviy bino bilan chin dildan tabriklab qolamiz. Bugun bu yerda faqatgina yangi binoning eshiklari emas, balki yangi imkoniyatlar, yangi qulayliklar, zamonaviy texnologiyalar va eng asosiysi insonlar orzulariga yetaklovchi yo'l ochilmoqda. Shunday ekan, bugun Xorazm tarixida desak ham menimcha mubolag'a bo'lmaydi, ajoyib bir tarixiy, shonli daqiqalarga siz bilan birga guvohlik qilmoqdamiz va bundan juda baxtiyormiz. Yana bir bora xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xorazmga xush kelibsiz. Rahmat. Chaqqamiz. Instagramda ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik biladigan Kia Nodir, afsonaviy Kia Nodir. Xorazmga xush kelibsiz. Ko'ryapmizda xursand bo'ldik og'a. Kia Xorazm rasmiy dilerning yangi binosini ochilish marosimida biz hozir Kia Nodirni ham hozir ko'rib turibmiz. Nodir deb qo'ysiz, hozir Nodir shundoq qarang. Shunaqa. O'zingiz neredansiz? Toshkentdan aka. Toshkent o'zindan rang? Ha, o'zindan aka. Bo'ldi. Bu yon tarafda sag'amiz Kia Xorazm rasmiy dilerlarida servis sentrni javob beradi. Servis bo'limi boshqa. Servis bo'limi boshqasiz. Og'oz biza servis sentrda turibmiz. Bu yerda nov qulayliklar, nov yangilik, nov o'zgarishlar bor. Qisqacha bir ma'lumot bersangiz. Xudo xolasa avtosalonimizda 3 ta podyomnik qo'yganmiz. Motor, ходовой sostavlari, elektrikimiz bo'ladi. Detailing, tonirovka и ko'rib turganingizdek eng zamonaviy 3D razol qo'yganmiz. Bemalol olib kelib, любой problemasini reset etib ketsa bo'ladi. Hamma ishi bitta tushdi. Ha, xudo xolasa. Mana Nodir akam ham ancha yillardan beri Kia'ni ichidalar. O'zingizdan bir ikki og'iz o'zingizni fikringizni bildirib qo'ysangiz, servis bo'yicha. Avvalambor servis katta. Toshkentdan Xorazmga masofa uzun-da. Shuning biz harakat qilamiz odamlarga qulaylik yaratish uchun. E'tibor bergan bo'lsangiz, butun respublika bo'yicha faqatgina ofitsialniy dilerda remonti bir xil. Toshkentga borsa ham Toshkentda xuddi shunaqa dizayn ishlatilgan. Biz garantiyada har bitta mashinani qilib beramiz. Ya'ni o'ylashmasin, Xorazmda yaxshi emas, Toshkentda zo'r, yoki Toshkentda qanaqadir qulayliklar bor viloyatda yo'q. Unaqa emas. Har bitta servisga diler olayotgani uchun tekshiruv kelib tekshiradi. Standartga javob bersagina biz ya'ni qabul qilamiz. Standartga javob bergani uchun
bemalol kelishsa bo'ladi demoqchiman. Demak, mashina Toshkentda olami, Xorazmda olami, servis garantiyasi bir xil bo'ladi. Servis ko'rsatish ham bir xil bo'ladi. Hamma o'zi bir xil. Hattoki mana misol uchun Xorazmni olib Qozog'istonga borsalar ham, Qozog'istondagi garantiya, ya'ni remont qilib berishadi. Qozog'istondagisan baribir shu bir xil. Servislar hamma o'zi bir xil. Chiyani demak, neda filiali bo'lishidan qat'iy nazar, hamma o'zi bir xil bo'ladi servis bo'lsa. Xuddi shunaqa. Zo'r. Faqat shunda sizga savol bor. Kia avtomobillar ichida ko'p vaqtdan beri yuribsiz. Ya'ni ko'p vaqtdan beri shu narsani ichida yuribsiz avtomobillar ichida. Sizga Kia avtomobillar ichida yoqadigan eng yaxshi model qaysi bir o'zingizga shaxsan? Men singir olganim, men yoshman, adrenalinni yaxshi ko'raman. Lekin haqiqatan mana mazza haydashga Kia Sorento bilan K8. K8 bilan Sorento ikkalasi ideal mashina. Ikkalasidan bittasini tanlash kerak bo'lsa qaysini tanlaysiz? Sorentoni tanlagan bo'laman. Oilaviy, 7 kishilik crossover, yo'l tanlamas, ketaverasiz. Xorazmga oldin ham kelganmisiz? Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta keldim. Yoqdimi, aylantirishdimi? Zo'r. Bitta mana sal issiq emas, endi issiqda kelib qoldik, lekin balig'iga mazza qildim yeb. Undan tashqari eski qadimiy mana zanyalarga borib ham, Kivaga borib, juda mazza qildim. Sababi o'zi bunaqa zanyalar bo'lish kerak-da. Bizda Toshkentda ko'p buzilib ketdi. Tarix eslatadi. Fayzi bor qanaqadir. To'g'ri. Shuning uchun mazza qildik. Allohga rahmat. Lekin birinchisi emas, xudo xolasa keyin yana bemalol bo'lib kelamiz. Yana hozir shu o'rinda ko'pchilik savol berishi mumkin. Xorazmga kelgan bo'lsangiz, Xorazmga kelgan har bitta odam tuxumbarak yoki xivajon deydi. Sinov qilib ko'rdingizmi ikkalasidan bittasini? Yo'q, yeb ko'rmadim lekin aka. Yeb ko'rdingizmi hali? Akam unda vaqtasi kerak ekan. To'lqa baliq. To'lqa baliq faqat baliq yedingiz. Ketmasam, agar ketmasangiz, o'sha tuxumbarak bilan xivajonni o'zim mehmon qilaman. Kelishdingmi? Xudo xolasa. Aka, rahmat. Rahmat. Sog'lik omon bo'ling. Yana bir marta iqror bo'ldim. Haqiqatan Xorazmda juda ham mehmondo'st ekan bor. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Mayli, rahmat, ishingizga omad. Charchang. Xudo xolasa Farruxa hojimliklarimizni ko'rganmiz. Eng so'nggi model. Eng qiziqlari hozir Nadira aytdilar-ku. 12 viloyatdan servis bir xil deb. Ballani o'zi 1-2 oy eldan olib borib, 1 oy polni 30 kun Toshkentda qolinib, polni hamma narsasi at ido o'rgatilib kelingan. Elektrikdan tortib, toza brona plyonka и tonirovka uradigan ballargacha. Demak, yangi mashina o'zini texnik servisidan tashqari qo'shimcha xizmatlar ham o'zingizda bo'ladi. Qo'shimcha xizmatlar ham xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Ballarni olib borganmiz, общий 15 bola yetilgan. Borolgan, polni obucheniya etilgan, hamma narsasi o'rgatilib, даже massanidan olmasadi, lampiskanidan olmasadi, hamma narsasini plus minusi meda tushidasi narsa o'rgatgan bizga. Keyin shu o'rinda savol bor. Qarang, ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Endi Xorazmdagi Kia emas, endi boshqa avtomobillar ham ko'rsatib turman. Servislari sal qimmatroq dedi ko'chadagidan dedi. Sizlardan chiqib bo'ladi shu. Men sizga konkret aytib qo'ydim. Men sizga shuni konkret tushuntirib beradigan bo'lsam, biz ko'chadagi usta emasmiz. Masalan, Leboy garaja borsangiz, собственный sizga masalan shu mikrofoningizni qo'yib bersa, ertang buzildi ko'p desangiz, sizni bo'yningizga tashlaydi. Bizga sotilgan har bir mashina, har bir mijoza 5 yil 150 ming kilometr garantiya beramiz. Shuning uchun qimmat bo'ladi, lekin kачество kuchli bo'ladi. Xudo xolasa zapchastlarimizni ham ekkib qo'yganmiz. Ma'lum miqdorda u zapchast degan narsani polni ekkib bo'lmaydi. Astan talab qarab ekkelinadi. Qarang, shu o'rinda endi zapchast degan yana bir savol bor. Bizni bir bratishga elektromobil oladi. Rasmiy dillerni oladi. Garantiyasi bor. Sotchakda osmonga oynib berganlar. Ko'p eshitganmiz. Keyin mashina olgandan keyin klapini qisib, klapini ariyapti mashina. Yamanda benzin solding deb aytganlar bo'laydi. Apparani servisdagi garantiyani chiqarganlar. Xo'p, garantiyani chiqdi, kisandan pulmoz o'tib berdi ham. Mashina 1 oy bo'ldi hali servisda yotibdi. Yo'q ağa, bizda o narsa bo'lmaydi. Avtomobilingiz kelinadi, ochiladi. Masalan, benzinni, yomon benzinni siz bilmay solib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. O vaqtda hech qaysi dilerlik center garantiya bermaydi ağa. Hech qaysi dilerlik center. Nechun desa, bu narsa sizning aybingiz bilan bo'lgan. Zapravkani aybi bilan bo'lgan. Agar sizni nengiz danasiz aytgandan o'zimni kisamdan o'tib ber deb turgan bo'lsa ağa, endi maqtanish emas, xudo xolasa yesalar, oddiy shaybasini zavodskoydan, shayba gaykisidan zavodskoydan olib beramiz ağa. Hamma narsamiz bor. Katta kolичество assortimentimiz, kolичествоsi kuchli, hamma zapchasi bor, original и garantiyali zapchaslar, чистый koreyskiy bo'ladi. Ishqilib xudo xolasa qisqartib aytadigan bo'lsak, yangi aytganimning ko'ngilsiz holatlar bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi ağa. Tez o'tib barasalar, sразу kelinadi, o'tiladi. Keyin bir muhim ma'lumot aytib o'tdim hozir. Toshkentdan maxsus aynan mana shu avtomobillarni ta'minlash bo'yicha 30 kundan so'ng tashrif qilib keldi. Zo'r gap.
Bize aynan mana shu ochilish marosimini hozir ko'rsatishda sizlarga davom etamiz. Ağa sizga ma'lumotlar uchun Salomatmi? sog' omon bo'ling. Ya Xorazm naslilarning ochilish marosimida ko'rganlaringizning odamlar ko'p, ya'ni ko'p odam aynan mana shu ochilish marosimiga qiziq bo'lgan va mana shu uchun ham bu yerga ko'pchilik yurtdoshlarimiz tashrif buyurgan. İçanlarınızı sizlere atmosferasını to'g'riroq ko'rsatish sal qiyinroq, chunki ko'rganlaringizda odam ko'proq, ya'ni bu yerda kichik xizmatlar, servislar ularni ko'rsatish sal qiyinroq. Bularni xudo xolasa keyingi sonlarimizda sizlarga qisqacha ko'rsatib berishga qilamiz. Hozir esa ochilish marosimida davom ettirib aytganimizdek, chan tarafdagi atmosferani va qolgan mashg'ul insonlar bilan ham savol javoblarni davom qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Video bosasidan nima deyapman aytaman. Xorazmda esenchilar ko'p, nomer deyman, menda yurganlar ham ko'p, lekin men nomerimda sizni bilaman, chunki esimda yana birinchi bo'libman, sizni ko'rib qolsam, Xorazmda aynan ko'priklarni ko'rganman, ularni challik yuqoriga chiqqaningizni ham ko'rganman. Va shu o'rinda sizga savol bor. Kia avtomobillarining ichida sizga eng yoqadigan model qaysi biri? Eng yoqadigan modeli Kia K5 turbinalisidir. Keyin bera kelsam hozir yangilik bo'libdi. K9 ko'chsalar. O'zi biz bilan qachondir shuni olishni orzu etamiz, xudo xolasa. K9 zakaz. Eldan K5'da hozir K9 ko'rgandan keyin o'zgardi. K5 ni turbinali qilsadi. Hozir K9 o'zi fikrimni o'zgartirib berdi. Demak, xudo xolasa siz maqsadni katta qo'ydingiz, chunki K9 biznes klass va shopper bilan mashina. Xudo xolasa ChatGPT'ga kirib, ot kuchlarini ham ko'rib turgandim, 400 ot kuchi bor ekan, bu da yana polni sportiv talablarga javob berdi. Polni K9 aytibman, ham biznes klass, ham shopper bilan xullas. Ya nayat payt qo'ygan bo'lsak, ko'pchilikga ko'rib o'tish, boylar minadigan mashina. Boylarning hamma boy, joni sog'adan boy, lekin puli ko'proq desak ham shunday bo'lmaydi. Xudo xolasa nasib etsin, bizani ko'rib turgan Xaybar Ramochun ham aynan mana shu K9 avtomobillari nasib etsin. Hamma nasib etsin, siz ham birga. Sayzamat, sog' bo'ling. Demak, davom qilamiz. Xorazmda yana bir avtobloger paydo bo'layotir. Men Instagramda ko'pchilik aynan mana shu profil egasini yuzidan tanidi, menimcha. Ağa savol bor sizga. Kia avtomobillarining ichida o'zingizga eng yoqadigan model qaysi biri? Eng yoqadigan, eng biladiganim aytaman, bu Kia K5. Xorazmda dim populyarni o'zlaringizdan bilasizlar. Ham o'zini narxina dim stoyishi mashin. Bu narxa masalan taklif etadigan Kia funksiyalari dim zo'r. Masalan, nech komfort kerak bo'lsa, Kia K5 da bor. Eng optimal variant. Agar o'sha crossoverlarga keladigan bo'lsak, menimcha Sorento bo'lsa kerak. Sorento. Ayda ko'rmayman, meni ko'rmayman, lekin просто video qadaman shu. Shunday eng yoqadigani K5. K5. Katta rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sayzamat. Assalomu alaykum alaykum. Chaqqanmiz, sog' qarang. Savol bor. Qisqa lo'nda savol. Kia avtomobillarining ichida o'zingizga eng yoqadigani qaysi biri? Orzu etadigingiz. Orzu endi IB. K9. K9. Biznes klass. Albatta. Shopper bilan o'jaksiz. Zo'r. Keyingi xudo xolasa niyatda, lekin hozircha men shu Celtis dedim-ku. Ha, endi Celtis. Celtis zo'r mashina. Celtis zo'r mashina. Lekin orzu endi aynan. K9. Shopper bilan o'jaksiz. Xudo Zo'r, hammani yetirsin. Elayim. Birgalikda. Salomat. Rahmat og'a. Kia avtomobillarining ichida o'zingizga eng yoqadigan model qaysi biri? Kia K8. K8 eng yoqadoni. K9 ham chiqibdi lekin. Yana K9 bilan K8 urushi, mana K9. K8 havasimiz bor. K9 menimcha K8 ga qaraganda video qo'shilroq ko'ringandi. Yo'q, video qo'shilroq toza chiqibdi, dal ko'rmadik. Geldi Kia Xorazm rasmiy dillarida toza binosidan K8, K9, K5 hammasi geldi. Malades. Shunda sizni tanlovingiz K8. Hozircha. Nasib etsa keyin K9 o'zgarishi mumkin. O'rganib chiqsak ko'ramiz. Katta rahmat og'a. Hammada savol olib yursan, Farruh. O'zingda tanlashim, hozir heda burgan mashinadan keyingi mashina, qaysi mashina? Ishida masalan, agar ishi 5 ta variant qo'yadigan bo'lsa, sedan variantdan, biznes klass ham hammasidan bor. Qaysi birisini tanlagan bo'lar edi? Men hozir minib mashinadan keyin agar nasib etsa, xudo xolasa endi Allohga inson deydi-ku, bir endi beradi deydi. Agar mashina almashtiradigan bo'lsam, pul metodidan bo'lsa, albatta K9 bo'ladi og'a. K9. Bundanmi? K9. Shuni aytayapsan. Sen menga bo'lmasin, bo'lmaymi, abujalonam bo'lmaydi, deb aytdi-ku deb o'ylamasin. Bu shuna qarang og'a, bu mashinaning haybati zo'r. Gap bo'sh mumkin emas mashina, lekin summa bor-da. Summa Yenglab xudo xolasa desang, zo'r. Endi bir narsani og'a, men o'zi boshdan mashina birinchi mingan mashina Spark bo'lgan. Keyin Cobalt bo'ldi, keyin Gentra bo'ldi, asosida o'sib keldi. Xudo xolasa bomba qoladi. Birdan bo'lmaydi. Astan bo'laveradi. Xudo xolasa nasib etsa K9. Demak, Farruhbekning tanlovi K9, xudo xolasa nasib etsin. Harakat bo'lib turibdi. Albatta. Ariana xudo xolasa. Xudo xolasa og'a. Bizning kanalga obuna bo'ling, Xorazm kanali.
Demak, ochilish marosimi davom etib turibdi. Hozir esa sizlarni ichki atmosferasi bilan yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Demak, ko'rganlaringizdek bu yerda yengil tamaddi narsalari bor, yerda iste'mol qilibdilar. Demak, ochilish marosimi davom etib turibdi va bizning qarshimizda hozir Shahzod Sobirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Data xalqaro maktabini asoschisi, ko'pchilik biladi, ko'pchilik taniydi. Aynan Xorazm yoshlarning bilimli bo'lishini va kasbli bo'lishini o'zingizga qo'llangansiz, ma'lumam. Va shu o'rnida sizga bir endi savol bilan yuzlanjakmiz. Kia avtomobillarining ichida qaysi model sizga yoqadi? O'zi avtomobillar ichida menga ko'proq sedan avtomobillar yoqadi. Crossoverlarga qaraganda Kia avtomobillarida sedan bo'lgan K5, K8, K9 avtomobillari menga ko'proq yoqadi. Biznes klassi yakroq bo'lgan mashinalar, komfort ichida ham, tashqi ham mashina mощности deymiz-ku, ot kuchini ham ko'proq qiziqamiz. Endi hamma erkak mashina qiziqadi, erkak bola, o'g'il bola mashina fanat. Bizlar ham shu Kia nisbatan qaraganda shu o'rtachasi K8lari. K8 yoqadi. Endi shu anda yana bir savol bo'lishi mumkin. Biznes klass mashinalar qadrdaysiz. K9 bilan K8 ning farqi unchalik ko'p emas. Endi K9 ni ko'pchilik aytadi, chopper bilan yurgan mashina edi. Siz o'zingizga chopper bilan yurish yoqami yoki o'zingiz mashina haydashni yoqtirasizmi? Yo'q, hali unday darajada. Yo, o'zi umuman olganda masalan shu vaqtda keldingizni tasavvur eting. Shunday vaqt keldi. Shu vaqtdan o'zingiz mashina haydagan bo'lamadingiz yoki chopper tutgan bo'lamadingiz? Yo'q, o'zim haydagan bo'lar. Adrenalin bilan o'zingiz. Adrenalin bilan. Lekin ham bir zaym mana hozir endi shahrimizda mashina ko'paydi, boshqa har xil yo'l harakati foydalanadigan shoplar ham chiqqan, asabingizni buzib beradi. Shunday holatlarda asabingiz buzilmi? Endi bu narsada boshda buzilaradi. O'zi asta-sekin shopirdan praktikasini qarab, bosilib boraver ekan-da. Asosiysi har kuni ertalab yaxshi niyatda chiqib, bugun nima bo'lsa men qabul qilaman deb yaxshi bir duolarni olib chiqib, iloji boricha shu qo'pol haydagan insonlar ham yana ilakishmin haydasak, menimcha hammani ham tushunish kerak-da. Kimdir uydan yomon kayfiyatda chiqish mumkin yoki bu o'zi ruhiy holatida, oilasida shaxsiy muammolari bilan bo'lsa, bu albatta yo'ldan bu mashinadan gaz berib alamini olish ham mumkin. Endi bilmayman, balkim men xato o'ylab turgandirman. Lekin iloji boricha og'ir bosiq bo'lib, shopirlarimiz, haydovchilarimiz bir-birini hurmat etib haydaganini tarafdorman. Katta rahmat og'a. Ishlaringiz omad. Xorazm yoshlarni bilimli va kasbli qilishda davom etasiz. Sizlar ham Xorazmda bo'lib turgan yangiliklarni yoritishda eng oldi bo'lgan. Men Instagramda o'zim podpiskaman va ko'rib boraman. Ishlaringiz omad tilayman. Rahmat og'a. Bundan ham yaxshiroq natijalar erishib, Xorazmda har kungi bo'lib turgan yangiliklarni televideniyadan emas, sizlardan ko'rib xabardor bo'ladigan bo'ldik. Rahmat. Rahmat og'a. Sog' bo'ling, omon, ishlaringiz omad. Rahmat. Demak, bugun biza K8, K9 avtomobillarini ko'p aytdik, lekin bularni son tarafi, ko'rinishi, xarakteristikasi haqida to'g'ri ma'lumot bermayman. Qisqacha ma'lumot bersangiz. K8'imiz atmosferli 3 armlik motor bilan jihozlangan og'a. 3 armlik motor bilan. Hozir aytganimdan 5 yil 150 ming kilometr probeg garantiya beramiz avtomobilimizga. Lekin polni obslujeniya bizning o'zlarimizda bo'lishi kerak. Original may qo'yilishi kerak, original zapchastlar qo'yilishi kerak. Hamma o'z o'zingizdan bo'lishi kerak. Hamma o'zlarimizdan bo'lishi kerak. Necha desa, original narsa bo'lsa, arraqa boradi, biz o'zlarimizga uvering bo'lib garantiya berib bilamiz. Keyin yana bir ma'lumot ham bor. Sizlarda adashmasam, Xadoyni alohida garantiya beriladi. Shundaymi? Xadoy uchun alohida, bantraf motorlar uchun alohida garantiya bilan Kia avtomobillaridan beriladi. Qarang, bunday bo'ladi, garantiya degan narsa 5 yil 150 ming kilometr degan narsa yig'iladi. Tushundingizmi? Motori 5 yil 150 ming to'liq beriladi. Amortizatorlari 70 ming, 80 ming kilometr avtomobildan qarab
oddiy lampochkasi, akkumulyatorlari oshlarning addiniy garantiyasi bor. Lampochkalar nima addiniy beradi? Lampochkasini addiniy garantiya. Охлаждающий sistema. Уже avtomobilni siz qo'lingizga olgan kuningiz sizga servisni knishka beriladi. Bu servisni knishka bardachokda turish uchun emas, shitob olib o'qish uchun. Ertang masalan qandaydir bir problema bo'lgan vaqtda bemalol siz bu yerga kelib bilasiz. Yine yozib qo'ysan, falan yil, falan vaqtdan, falan kilometr garantiyada. Avtomobilimizning ichki interyerini ko'radigan bo'lsak, Sandan ozgina ko'rsak. qarang, avtomobilimizda 9 zonli klimat kontrol, 9 zonli klimat kontrol, 360 gradus kamera, sizneniyalar qizadi, soviydi, rulimiz qizadi. Avtomobilda pamyat sиденья, eng qiziqi mana avtozvuka tushunadigan odamlar yaxshi tushunadi. Ko'rishingiz mumkin avtomobilimizda Polni Meridian audio sistema deb Meridian. Ichidana nima audio sistemasi? Audio sistema 17-18 dan ko'p. 18 dan 20gacha o'zini usullari, Polni bas, hamma narsasi bor. Pishalkalarni ham ko'rib tursiz, чистый original Meridian bog'lar. Zo'r. Avtomobilda bespроводной зарядчик, mashin только для komfort. Hamma komfort bor. Avtomobilni o'zimizni Xorazmchada aytadigan bo'lsak, rulunda o'tirgandan orqa sideniyada o'tirganingiz. Biznes klassdan bo'lsa, orqa sideniyada o'tirganingiz boshqacha nima beradi? O'zi K8 bilan K9 shopur bilan yurgan mashina. Shopur bilan yurgan mashina. O'zimiz tadbirkorlar endi bizdan farzand chiqib qolsa, shopur bilan aynan shu biznesmen og'alarimiz uchun aynan mana shu K8 avtomobillar. Endi K9 dan qisqacha bir ko'rsatib o'tsak. Bo'l. Og'a qiziqlisina keldik, xudo xolasa. Dum qiziqlisi, qiziqli model, aynan K9 modeli. Texnik xususiyatlar haqqında 3 lambda motor. Mashinamiz. Bu Sistin prezidentskiy. Biznes klass. Ova, biznesli. Biznes. Çok kısa çıqqan. Pultni o'zi addinli tema. Mashin yanadı. Ava. Eldine arkaga yürüydü. Mashin pultda. Pultun özünde yürüdü. Ava. Avtomobilimiz ham shu yerga aytganimdek 5 yil 150 ming garantiya, javob. Hali отказ bo'lmagan hech qachon. Avtomobilimizni ko'p maqtab o'tirmadim. Ichki interyerini ko'raylik. Adamlar o'zlari bahona bersin. Bahona bersinlar haqiqiy. Yetadi-ku. Zo'r ağa. Elde arkasına yürüyüşü zor. Bana yaktığında şundasa maşını vere koyuksa yanmasına maşını dire koyuk dediler ki. Bu nereden ağa? Bu umuman addinli tema ağa. Set, polni açıp tutmak bu prezidentskiy. Mandam şu уже avtomobilni alsangiz size shopper gerek bo'ladi. 100%. Özü az oylak kardondan mı? Ben hem özü K9 alaş. Avtomobilin interyerini yürüt dursa, polni drevyanный akopent işletilgen barlarında avtomobilimizde avtohold, drive mod 6-7 yıl nerede yürüdü, 9 zonli klimat kontrol, avtoparkovkacı, avtomobilimizni indi bunu K8'ni prosto aytıp öttik. Bunun arkasını göstermesek bo'lmaydi ağa. Xafa oladılar. Xafa bo'ladilar, to'shni. Kura aytadi ekan Mana audio sistemasini çek. Buni audio sistemasi Karman Hardon'dan ham güçlü xilisi bu. Ağa, man qaramadı. Embuvajinde boshqacha. Yakmin turibmaldingizdayi surib qo'yasiz. Arraqotada. Assalomu alaykum. Nera borasiz? Assalomu Ya shopper geldi bizi shopper. Shopper ham bor. Polni audio sistemani boshqarsangiz bo'ladi, sideniyani boshqarsangiz bo'ladi, klimat kontrolini boshqarsangiz bo'ladi, ağa, magnitofon, hamma narsani ish orqadan etsangiz bo'ladi. Pasajir uchun kerak hamma narsa shudan. Bar deysizmi, zaryadchik deysizmi, Type-C, micro USB hamma narsasi bor. Lekin qaranganda o'zi elde shunchalik yotmaydi mana. Shuncha yotiriq qo'ygandan vali men yana shuncha joy bor. Aytib turibman-ku, yakmin turibmi? Sürdingiz, arra ko'tirib ketdingiz. Uzoq yo'l ham ketaradigan mashina. Uzoq yo'l ham ketaradigan mashina. Zo'r. Hammaga nasib etsin. Hammaga nasib etsin, nima deymiz? Kelsinlar, bor nalichida. Nalichida hammasidan bor. Nalichida hammasidan bor. 1 soat, 1,5 soat ichida avtomobilni minib ketadilar, xudo xolasa. Zo'r. Xudo xolasa biza sizlarga Kia avtosondagi ochilish marosimidagi qolgan jarayonlarni sizlarga ko'rsatib borishda davom etamiz. Обязательно ko'rsating ağa. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz. Jahon standartlariga mos avtosalonni ochilish marosimiga guvoh bo'ldik. Xudo xohlasa bundan keyin ham Xorazm uchun jahon standartlariga mos yanada eng yangiliklarni olib kirishga harakat qilamiz. Xorazmimizdagi nafaqat Xorazmda butun O'zbekiston bo'yichagi eng katta avtosalonni ochilishida turibmiz. Xudo xohlasa bundan-da ko'p, bundan-da yaxshi yangiliklar qilish uchun, xalqimiz uchun, avto ishqibozlar uchun yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Mana Xorazmda yo'q bo'lgan test drive zonalar, drift zonalar, katta
territoriya 500 dan ortiq mashina sig'adigan joy qildik. Hammangizni shu yerda sizni yaqinlaringiz, o'rtoqlaringiz, qarindosh hammangizni har kuni shu yerda ko'rib xursand bo'lamiz. Hammangizni taklif qilib qolamiz. Yanada o'sha yangi brendlarni olib kirishga, jahon standartiga mos yangi brendlarni olib kirishga harakat qilamiz. Xorazm uchun, Xorazm ahli uchun har doim yangilik qilishga tayyormiz. Xorazmliklarning zo'r gapi bor. Xorazm kuch. Hammangizga katta rahmat. Demak, Kia rasmiy dilerning ochilish marosimi o'z nihoyasiga yetdi va barchani Kia Xorazm rasmiy dilerining yangi binosini kutib olamiz. Hozir esa Salim Chodon, bahramat bo'lamiz.